Babacanov Uchunbek ağamız o'zim Xorazm viloyati Hazaras tumanidan bizaga 3-dekabr kuni keldingiz. Rossiyadagi bessрочный запретini ashtirish uchun keladilar. По поводу части 127 federal zakon 114. Ya'ni to'lanmagan jarima uchun qo'yiladigan umrbodlik zapret hisoblanadi. Necha kunda hal bo'ldi ishingiz? 20 kunda hal bo'ldi. Endi полный bazadan o'tishgan yo'q. Bazadan ham o'tish uchun 5-20 kun vaqt ketadi. Xudo xolasa, yangi yildan keyin Rossiyaga tayyorlashni qabul qilib olasiz. O'zingizni bir fikrlaringizni bildirsangiz. Amin dina. Ishonchli. Hamma tavsiya etaman kelaveradilar. Zapret bağlan. 20 günde çıktım keyin. Xudo xolasa bordan keyin bir video tashlab beraman. Bag'anizdan xudo xolasa tashlab berasiz. O'zim uzatib beraman aeroportda. Bizda davya biletim bor, uch ketaman dedi. Biletni alternativ yozib beraman sizga. Xudo xolasa bizning ofisimiz Xorazm viloyati Urganch shahrida Urduni ko'chasida Marfatchilar 76 desangiz chiqadi. Al-Qo'yt degan binoda joylashgan hurmatli obunachilarimiz. Şu Rossiyadagi deport zapretlaringizni Moskvada ishonch advokatlarimiz bor, shular orqali tekshirib beramiz. Agar ochiladigan bo'lsa, sud orqali bekor qildirib beramiz. Bag'amizki to'lanmagan jarima uchun umrbodlik, ya'ni bessрочный zapretdan xudo xolasa 20 kun ishlari hal bo'ldi. Rozimsiz ha? Xudo xolasa uzatib beramiz. Bag'amizdan yana video tashlab berasizlar. Sog' bo'lmang, zapreti bor do'stlaringizga bu videoni jo'natib qo'yishni unutmanglar.